Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kun. Bugun mana Xudo xolasa ustozimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yahyobek Mo'minov xonadonida to'ydamiz. Mana akalarimiz bilan ko'rishdik. Zohir Shoh Jo'rayev va nihoyat akam bilan ko'rishadigan kun ham bor ekan. Aka ikkovimiz tabriklab qo'yasiz. Yahyo akam xonadonlarida bugun ajoyib baxtli kun. Ukamiz Bekjon baxtli bo'lsin. Kelinimiz bilan qo'sha qarib, ser farzand, ser davlat bo'lishsin. Ularning bolalarini ham to'ylarda xizmat qilishi hammamizga nasib qilsin. Bu xonadonda doim otam kelib xizmat qilardilar. Mana otamning ishlarini, yo'llarini davom ettirib, shu xonadonda yana biz ham xizmatdamiz. Davomiy bo'lsin iloyim. Sog' bo'linglar. Aka meni videolarimga nima fikr bildirasiz? Men chiqarayotgan videolarga. Inshaalloh kelamiz. Inshaalloh. Joningiz sog' bo'lsin. Meni tilagim, niyatim mana shu hojolarning umidlari ziyoda bo'lsin. Hojilarimiz joylari jannatda bo'lsin. Shunday farzandlarni dunyoga keltirgan insonlar, iloyim hojonim hamisha yaxshi kunlarga bosh-qosh bo'lsin. Yoshlar baxtli, taxtli, uvalik, juvalik bo'lib chiroyli oila bo'lsin. Iloyim sog' bo'lsin. Mana O'zbekistonimiz faxrli sportchilaridan Doston Bozorov, MMA jangchisi. Ikkovimiz tilaylar Bekjonga. Leyla ustozimiz o'zi gapirib bo'ldi, hamma narsa yana baxtli bo'lsin. Shunga xursandmiz. Biz bu yerda tumanga o'xshab ketibsiz. Sportchi bo'lardi. Eshitganmiz. Sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman, kunlaringiz chiroyli o'tsin. Rahmat. Assalomu alaykum, hamyurtlar. Mana bugun ajoyib kun o'tiribmiz. Yahyojon o'g'illarini to'yda, ilohim yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Qo'shganlarni qo'sha qarshi yurtimizda shunaqa yaxshilik kunlar bo'lsin. Sizga o'xshagan yigitlarimiz ham ko'p bo'lsin. O'sha san'atkorlarni tanishtirishda, ularga mana xalqimizni xizmatlarga olib borishda sizga ham kuch-quvvat beradi. Xudo xolasa ustoz, tez kunlarda siz xonadoningizga boraman. Xudo xolasa. Bo'ldi, rahmat, sog' bo'ling. Kuyov bolamiz iloyim qo'sha qarisin. Ishlariga omad. Mana shu umr mana shu ota-onasi duosini oladigan ahli solih, ota-onasi sodiq, mustaqil O'zbekiston vafodor zo'r inson bo'lib yursin. Yahyobek o'g'li, aka-ukalarni ahliga ko'zlaymasin. Iloyim to'ydan O'zbekiston xalqini, o'zbek xalqini, yangi O'zbekistonni to'ylar mamlakati, bayramlar mamlakati bo'lib butun dunyoga ko'rsatilsin. Yoshlar qo'sha qarsin, yosh ulug'lar uzoq bo'lsin. Alloh akbar. Gap so'z yo'q. Azizlarimiz to'y tamom.